qarang, nimaga o'xshatyapsiz? Qarang mana. Opa, mana buni qarang, siz neydi knopkalarni? Navorotini ko'pligini, u ham mayli, bu yoqda oyoq qo'yadigan joyi ham bor. Ana shunaqa oyoqlarni uzatib, oyoq qo'yadigan atamankasiga mazza qilib yotib ketar ekansiz. Yo'q, qarang, bitta knopkani bossa, voy! Bitta like bosib qo'ying, jigar. Bir dona ko'rdim. Даже mana 2021-yilgisini 70 ming deyapti. Lekin Xitoy bozorini o'zida 78 mingdan 86 minggacha, Yevropada 94 mingdan 102 minggacha ham deyapti. Neo ES8 полностью nappa koja. Ashi sifatli materiallardan qilingan ekan. 3 qatorli. Ko'ryapsizmi? Orqaga ham bemalol yana bola chaqa, jiyan-piyanlarni o'tkazib ketaverasiz. Katta odam ham sig'ar ekan. Men o'zim ham o'tirib ko'rdim. Men o'zim yurib ko'rdim. Shunaqa yumshoq. Maza qilardim. 544 ot kuchi, 409 sekundda 0 dan 100 gacha chiqar ekan. 520 zapas xodi bu. Mana qarang. O'rta boshqaruv panellarini, skoroslarini ishlaganini kabi. Atigi 5000 buni probegi. 5000 probeglikni bitta joyda ko'rdim atigi. 42 ming deyishyapti. 40 mingga срочныйga bosib borsangiz bo'ladi. Вообще narxiga stoyit. 3 qatorli SUV elektromobil. Navorotda нереальный мощный, Neo brendini bilasiz. Подъемникlarda yursa ham ana stakanlar to'kilib ketmagan mashina bor-ku, hamma ko'rgan. Aynan Neo brendiga tegishli mashina. Bu ham aynan shunaqa mashinalardan. Bitta like bosing, jigar. Xitoy nima qilib tashyapti? Yaqinizga tarqatib qo'ying.